Xo'p, 93 ta to'xtagandik. Endi 93 dan keyin Farruh nima deyotganing yana nechida bor edi? 31, 32, 33, 34, 33 yozdik, to'g'rimi? 33 kerak emas. 35, 36, 37, 38, 39. 30 da o'zi ham bor. Yaxshi. Endi qaranglar. 3 deb tugash shartimizda 3 degan raqam bo'lsa bo'ldi, mana ko'ryapsizlarmi? 31 da 3 degan raqam bormi? 3 va 1 degan raqamdan tashkil topgan. To'g'rimi? 38 chi necha degan raqamlardan tashkil topgan? Hayol surma Mumtozbegim. Kesib tashlayveraman uydagilarga. Tushundingmi? Ketdi videoda. Yaxshi. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Xo'p, ikkinchi savolda aytayapti. 5 va 2 raqamlar yordamida 5 va 2 raqamlar yordamida qanday ikki xonali sonlarni yozish mumkin? 5 va 2 yordamida deyapti. Mumtozbegim aytchi. 25. Xo'p, 25. 35. 5 va 2 yordamida. 52. Ko'rdingmi? Shuning uchun xayol surmay o'tirish kerak. 52. Malades. 22. 55. 5 va 2 yordamidami? Yo boshqa son aralashyaptimi? Ha, 35 ta aralashadi. Tushundingmi? 3 qo'yib. Xo'p, savol yo'q bu bo'yicha. Yaxshi, keyingisiga o'tamiz. Demak, bizda keyingisi 3-misol. 2, 9, 6 raqamlari yordamida turli raqamli nechta 3 xonali son yozish mumkin? Endi qaranglar, turli deyaptimi? Turli desa, Mumtozbegim, o'sha ikkinchi marta ogohlantiryapman. Turli desa, eshitamiz. Turli desa, mana bunaqa bo'lmasin degan. Ya'ni takrorlanmasin degan. Turli degan mana bunaqa bo'lsin degan, mana bunaqa bo'lsin, lekin ikkita bir xil yoki uchta bir xil bo'lib qolmasin degan. Tushundingmi? Endi 4-misolda misolda aytayapti, qaranglar. Birinchi raqamlarni yozib olaylik. Xo'p, bizga beryapti 2, 9, 6. 2, 9, 6 raqamlari yordamida turli xil deyapti. Demak, birinchisi, bo'l o'zimizdan. Birinchisi 2 dan boshlaymiz, qarang. 2, 6, 9 bo'ladimi? 269. Keyingisi 296. Bo'ldi-ya, 2 ni qo'yib bo'ldikmi birinchi xonaga? Endi 6 ni qo'yamiz birinchi xonaga. 629. 692. Endi 9 ni qo'yamiz birinchi xonaga. 926. 62. Nechta ekan? 6. Takrorlanmasin desa 6 ta. Takrorlansin desa hozir takrorlab ham bundan ham ko'p son tuzishimiz mumkin. Tushunlarmi? Savol yo'qmi? Yo'q. Yaxshi. Savol yo'q bo'lsa, keyingisiga o'tamiz. 4-misol. 6, 0, 0 ga hushyor bo'lasizlar. 0, 8 raqamlari yordamida turli raqamli nechta ikki xonali son yozish mumkin? Turli desa nima qilamiz ekan? Takrorlanmaydi. Tushundikmi? Turli desa takrorlanmasin degani. Turli degan so'z bo'lmasa takrorlayveramiz. Mana bu yerda takrorladikmi? Nega? Ha. Malades. Takrorlanmasin degan so'z bo'lmasa o'zimiz takrorlab yozib ketaveramiz. Tushundingmi? Bizga qat'iy bir joyda belgilab qo'ymayaptimi? Takrorlayveramiz. Savol yo'qmi? Yaxshi. 4-si. Xo'p, 6, 0, 8. 6, 0, 8. Xo'p. Qani? 600. Xo'p, 608. Yo, birdan 800 ga o'tib ketmanglar-da. 600 da o'zini hal qilib olaylik. 680. Zo'r. 680. Keyin 800. Keyin 868. takrorlanmasin deydi-ku Mumtozbegim. 808. To'xtanglar, Mumtozbegim, takrorlanmasin degani
Mana shu raqamlarni bir martadan ishlatish mumkin degani. Sen yana 2 marta ishlatib qo'yibsan. Ha, bundan 0 qatnashmayapti. 868. 860 da 0 qani? 0 qatnashmay qolyapti. Tushundingmi? O'shaning uchun men qayta aytyapman, diqqatli bo'linglar. Qayta aytdim. Bittadan ishlatish mumkin dedim. Tushundingmi? Xayol surmaymiz. Videoga qaramanglar o'shaning uchun chalg'itadi sizlarni. Uyga borib ko'raverasizlar videoni. Tushundikmi yo'qmi buni? Yaxshi. Keyingisi 5 ga o'tamiz. Bobur, tushunyapsizmi? Yaxshi. 5-chisida aytyapti. 4 va 7 raqamlari yordamida nechta ikki xonali son tuzish mumkin? Takrorlanmasin degan so'z bormi? Yo'qmi? To'ppa-to'g'ri. Takrorlayveramiz. Tushundingmi? Demak, 5-misolda 4 va 7 deyapti. Yozamiz 5-misolda. Sabr qilib turinglar. 4 va 7. Qani? Aslbek? Aha. 47 dan boshlaydik, kichkinasidan. Keyin 74. 70. Savol bormi? Yo'q. Demak, takrorlanmasin degan so'z qatnashmasa nima qilaverar ekanmiz? Takrorlayver. Malades. Keyingisiga o'tamiz. 6-misol. 3 va 5 raqamlardan foydalanib nechta 3 xonali son tuzish mumkin? Endi qaranglar. Bu yerda bitta muammo bor. Takrorlanmasin degan so'z yo'q-a? Qaranglar, yaxshilab qarab turinglar, ey. Mumtozbegim. Qarab turamiz, chalg'itadigan joyi bor. 3 va 5 yordamida nechta 3 xonali son tuzish mumkin deyapti. Qaranglar, ikkita raqamdan 3 xonali son tuzish uchun takrorlashga majburmizmi? Aniq takrorlaymiz. Bo'lmasa tuzib bo'lmaydi. 3 bilan 5 dan 3 xonali son tuzib bo'ladimi takrorlanib? O'shada. Demak, nima qilaverar ekanmiz? Zo'r. Birinchi qiladigan ishimiz, shoshmay turinglar. Birinchi yo'lini o'rgatdik. 3 ta o'zini yozib olamiz. 333. Keyin mana bu yerga bitta 5 yozamiz. 335. Keyin joyini almashtiramiz. Ha, mayli, bunday qilamiz. 355 deymiz. Keyin 350 53 deymiz. Keyin 550. Endi 500 ga o'tamizmi? Zo'r. 553 bo'ldi? 33. Yana bormi? Yo'q. Nechta ekan jami? 8 ta. Tushundingmi? Aniq takrorlashga majbur bo'lib qolar ekanmiz. Savol yo'qmi hech kimda? Yo'q. Mana 4-misolda 2 xonali degansiz, 3 xonali. 4-misolda? 3 xonali. Hech narsa qilmaydi, biz 3 xonali tuzgan bo'laveramiz. Bo'lammi shunday qilsak? Yo'q. Yonda 2 xonali yozib qo'ysak bo'ladi. Yonda 2 xonali. Ha, yozib ketaverasizlar, muammosi yo'q. Xo'p, keyingisi 7-misol. 7 va 4 raqamlaridan foydalanib nechta 3 xonali son yozish mumkin? 7 va 4 raqamlaridan foydalanamiz. Boburjon, do'stga qaraymiz. 7-misol. 7 va 4 dan foydalanishimiz kerak ekan. Takrorlashga majburmizmi? Boburjon aytchi. Qolganlar-chi? Yo'q, raqamlarni ayt. 777. Xo'p, kichkinasidan boshlaylik. 444. Boburjon aytsin. 444. 447. Xo'p, 447. 474. 474. Keyin 470. 7. 400 tugadimi? Endi 700 ga o'tamiz. Qani? 777. Aha. 774. Aha. 747. Aha. 744. Aha. Bo'ldimi? Ha, bu ham xuddi shuncha. 8 ta chiqadi. Savol yo'qmi? Yo'q. Hamma tushunyaptimi? Zo'r. Do'stlar, tushunyapsizmi? Yaxshi. Keyingisiga o'tamiz. 8. Natural sonlar qatorida 9516 sonidan oldin keladigan 5 ta sonni yozing. Bu unaqa qiyin emas. 9516 sonidan oldin keladigan Mumtozbegim. 5 ta son aytchi. 900. Ko'rdingmi? Mana eshitmay o'tiribsan.
9516 sonidan oldin keladigan. Xayol surmaylik. 28 marta ogohlantirdim bugunning o'zida. Qizil marker ham. Mumtozbegim, xayol surmaylik. Kesib tashlaydigan videolar esa ko'p bo'lyapti senda. Xo'p. 9516 ya? 9516 sonidan oldin keladigan sonlarni aytchi. 5 tasini. Yo'q, Mumtozbegim aytadi. Sabr. Hey. Jim, o'zi topsin. 1000. Qani 1000? Ha, ichida bir bor bittasi. Eshityapsanmi? Misolda? Hozir keladigan 5 ta sondan. Ha. 8000. Shunday bo'lmaymiz, ustoz. Ayt doston. 9513. Aha, 9513 9514. 9514 9515. 9515 9516. 16 o'zi bor-ku. Bundan oldin keladigan deyapti. 9512. 9512 9511. O'shan uchun mana 16 dan orqaga 5 ta qaytishimiz kerak-da. Sen bu yoqdan boshlab bording. Keyin adashib qolding. Tushundingmi? Men 15, 14, 13, 12, 11 deganingda bo'l deydi. Savol yo'qmi? Yo'q. Ko'ryapsan-a? Xayol surib o'tirganingni? Ha. Ertaga yozmishda past natija to'playsan, aytib qo'yay. Keyingisi. 2873 sonidan keyin keladigan 5 ta son. 2873. Az. 2873 sonidan keyingi 5 ta son. Nilufar aytadi. 2872. Keyin keladigan. Ko'rlang, eshitmayapsizlar meni? Ayt bobo. 2874. Shohruh degan. 2874. 2874 2875. 2875 2876. 76 2700. 800 800 2877. Aha. 2878. Tushundikmi? Nilufar, meni eshitmayapsizlar. O'shaning uchun kitob yopib qo'yinglar. Ko'rlang, boshidan aytganini qilmayapsizlar, mana o'rgana olmayapsizlar. Ustoz, yana bittasi. Xayollang chalg'itadi. Tushunlang-a? Yaxshi. 9-misolga hamma tushundimi? Yaxshi tushungan bo'lsalar, keyingisiga o'tamiz. 10-misol. Xo'p, 10-misol mayda yozaman. Yaxshilab qarab turamiz, bolalar. Mumtozbegim topadi, mayli buni. Yana bir marta imkon beramiz. Qolganlar jim tursin. Qolganlar jim turadi. Tushunlang-a? Keyin yordam bergilaring kelsa, dars payti yordam beringlar. Savol so'raganda yordam bermanglar. Bo'ptimi? Nima kamchiligi bo'lsa to'g'rilaymiz keyin. Shu sonni tuzish uchun nechta turli raqamlardan foydalanilgan? Raqam degan narsani o'tdiga boshida. Mana shu sonni tuzish uchun nechta raqamdan foydalanilgan? Qolganlar jim tursin. Ayt Mumtozbegim. 9 ta? Qayerdan bilding? Chunki raqamlar hammasi alohida yoziladi. 2 xonali 5 6. Xato. Nilufar ayt. Sanab. Qanday sanading? Shu sonni tuzish uchun nechta turli raqamdan foydalanilgan deyapti. Aytchi. 6 ta deganimni isbotlash kerak uni. Ayt. 5 degan raqamdan foydalanilgan. 4 degan raqamdan foydalanilgan. 7 degan raqamdan foydalanilgan. 6 degan raqamdan 5 yozdik. Ko'rlangmi? Ha, raqamni o'tdik-ku mana boshida raqamni o'tdik-ku. Mana shu raqamlar o'zi raqam deyiladi mana shu sonlar. Endi ularda mana 5, 7, 8 deganda mana son tuziladi dedik. Mana shuncha tuzdik. Oxiriga kelib turib, mayda nechta turli raqam bor desa aytishga qiynalib o'tiribsizlar. Tushunlangmi? O'shaning uchun diqqatli bo'lib o'tiringlar. Yaxshi tushunasizlar. Savol yo'qmi bu bo'yicha? Yo'q. Yaxshi.
Savol yo'q bo'lsa, keyingisiga o'tamiz. Quyidagi sonlarni yozish uchun nechta turli raqamlardan foydalanilgan? A bilan D sini ko'rsataman. A bilan D sini. Qolganini ikkitasini uyda ishlab qo'yasizlar, bo'ptimi? 11. 11 da A si. B si. Mayli, A B sini ko'rsataman ekan. Aytmay turinglar. Men o'zim so'rayman. Charos A'sini aytchi. Siz keyingisi. 8, 8 degan raqamdan foydalanilgan. 9, 9 degan raqamdan 5. 7 va 5 degan. Nechta ekan? 4 ta ekan. Aytma oldi. Hey, yo. 1, Hop, 1 degan raqamdan foydalanilgan. 2, 2, 3, hop, 4, hop, 5. 5. Agar mabodo birorta raqam takrorlanganda olami degani bir marta? Yaxshi. Savol yo'q, nimani aytasan? Bo'ldi. Abisi 5 ta beraman deysiz. Ha, A bilan B'ni ishlab qo'ydim, hech narsa qilmaydi. Keyingi 12-misol. Mana yana misolimiz ko'p. Tushunyapsizlarmi o'zi mavzuni? Ha, tushunsalar mana shunaqa qiziqaverasizlar keyin. Tushunmasalar o'tirasizlar, nima qilsam ekan deb. Xo'p, A ni ko'ramiz. B ni ko'ramiz. To'xtang, keyingisi so'z bilan yozilgan ekan. Qaranglar, A'sida B'sida mana shuni deyapti. Raqam bilan yozing deyapti. Qani Mumtozbegim? Jim, bo'ldi, sabr. Nima degan son o'zi bu? Bitta qarachi. 453 ming. Xo'p, o'sha raqam bilan yoz. Ayt. 453 ming yozish uchun qanaqa yozaman men? Raqam bilan. O'zi aytsin. Orqasiga 3 ta nol yozasiz. Bo'ldi, o'shani aytda, muncha o'ylanasan. Mana 453 Siz bilsin men aytay. Yo, sabr qilinglar, buni hamma tushundimi yo'qmi? Yo, o'zi aytding-ku, yana aytmaysan-ku. Bilsin men aytay. Nilufar ayt. 23. Mana nima mana? 23 million qanaqa yozdilar? Siz men aytay. Assalom. 6 ta nol? Yaxshi. 23 million. Million minglarni bilasizlar, ha? Muammo yo'q bunda. Xayol surib bo'lmaymi? Bo'lmadilar, unda surib olinglar. Yaxshi, 13. O'n uchinchi misolda raqamlar bilan yozing deyapti. Bu ham xuddi shu. Bir xil ekan. D sini ko'raylik. Qaysini? Hozir buni. Bo'ldi, mana shuni sen aytasan. Biz ikkini orqasiga 6 ta nol yozamiz. Milliarddan. Milliardmi? 6 ta, 7 ta, 9 ta. 9 ta? Milliarddan nechta nol bo'lar ekan? 102 ming million milliard. Kim tushunmadi? Hamma tushundimi? Bo'ldi, men o'zim aytaman, kimdir aytish kerak bo'lsa. Sabr qilib turinglar. Keyingisi. Qaranglar, 14-misolda aytyapti. 14-misol sal endi o'ylantiradigan misol. O'zim o'rgataman buni, qarab turinglar. Faqat misolda ma'nosiga yaxshilab e'tibor qaratinglar. Ko'r-ko'rani ishlamaymiz. Tushundingmi? Yaxshilab qarab turamiz do'stga. Ko'r-ko'rani ishlash bo'lmasin. Boyaginga o'xshab birinchi misol umuman boshqa, 7-misol umuman boshqa narsa bo'lsa, 1 ni 7 ga o'xshatib ishlash majbur emas. Uni ma'nosini tushunib ishlash kerak. Tushundingmi? Endi buni qaranglar. Bu ozgina o'ylantiradigan misol, faqat yaxshilab eshitamiz. Tushundingmi? 1 dan deyapti. 1 dan boshlab 1, 2, 3, 4, 5 deb va hokazo 98, 99, 100
degan songacha ketma-ket yozib chiqsak, bitta son hosil bo'ladi, to'g'rimi? O'sha sonni ichida bir raqami necha marta ishtirok etadi, deyapti. Tushundingmi? Bir raqami yaxshilab eshitamiz. Biri bor sonlar top demayapti. 1 degan raqamdan necha marta foydalanamiz, deyapti. Birinchisi, 1 degan raqamni o'zidan foydalanamiz. Ikkinchisi, 10 degan raqamda foydalanamiz. Keyingisi 11 deganda ikkita birdan foydalanamiz. Shuncha ataylab yozdim ikkalasini ham. Tushundikmi? Keyingisi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 31, 51, ne bo'ldi? 100dachi? 100da ham bormi? Yo, yo'qmi? Bormi? Endi o'sha birlarning nechtaligini so'rayapti. Birlarni sanab chiqamiz ana. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 ta. Endi sanashda ham adashmanglar, 21 ta-ku. 21 ta. Tushundikmi yo'qmi? Savol yo'qmi shu yergacha? Yo'q. Yaxshi.